Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Qarasuv shahar axborot kutubxona markazi. Kitob insonni ma'naviyat sari yetaklaydi loyihasi doirasida Mrinal Kumar Guptaning Baxtli bo'lish siri kitobi. Inson borki, hayotda turli muammolar bilan yuzlashadi. Ba'zan ular qarshisida ojiz qoladi. Shunday paytlarda dardlashadigan, dardini to'kib soladigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan hamdardga ehtiyoj sezadi. Biroq dardini jon qulog'i bilan tinglaydigan, sirlarini saqlaydigan, ayniqsa to'g'ri maslahat beradigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan do'stni topish amri mahol. Hayotda hamisha parvozlar, qulashlar, kutilmagan hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Hamma narsaga tayyor turmoq kerak. Muammolar bilan yashamoqni o'rganaylik. Qachonki muammolarni xotirjam qarshi olar ekanmiz, ular o'z kuchini yo'qotib insonga bo'ysunib boshlaydi. Dunyoda eng ko'p sotilgan psixologik kitoblarning mashhur muallifi Mrinal Kumar Guptaning ilk marotaba o'zbek tiliga tarjima qilingan Baxtli bo'lish siri kitobi siz uchun sirdosh, yaxshi maslahatgo'y bo'la oladi. Aziz kitobsevar kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya etaman.